Ha, eskina 2000 dollarim ha. Shu dehqonchilik qilib, mana 2000 dollarda tikdim. Bu yog'i o'sha o't bosib ketib, qurt bosib ketib, bozordagi tarvuzlarning narxlari ham juda ham tushib ketdi. Shu narsani biznesga tiqqanimda yaxshi bo'lardi. Qadrdonlar, sizlarda 2000-3000 dollar bor. Shunaqangi dehqonchilik qilmasdan oyiga, masalan, shu dehqonchilik qilgan pulingizni 10 baravar topishingiz mumkin. Bu narsa hozirgi kundagi juda ham trendga aylangan. Ko'rib turibsizlar, O'zbekistonda qurilish juda ham avjiga chiqyapti. Ya'ni shu narsaga kerak bo'ladigan suxoy, simet ishlab chiqaradigan apparat va undan tashqari gazoblok ishlab chiqaradigan apparatlarda agar uyingizga borib ustanovka qilib shunaqangi narsalarni ishlab chiqarsalar qadrdonlar, daromadi juda ham zo'r bo'ladi. Xo'sh, masalan, mana shu suxoy simet ishlab chiqaradigan apparatimiz obyomi 500 kiloli ekan, narxi 3000 dollar ekan. Ya'ni bu narsada shpakilovka, kafelniklar, undan tashqari rodbin ishlab chiqarsangiz bo'ladi. 3000 dollar bor yo'q, olib borib ustanovka qilib sizlarga albatta chiqarishni ham ko'rsatib, o'rgatib qo'yadi. Undan tashqari gazoblok apparatlarimiz bu yerda xolasangiz ruchnoy variantda bor ekan, kesiladigan, xolasangiz avtomatik ravratda avtomatik reskalarni qo'shib berar ekan. Endi masalan, komplektga keladigan bo'lsak, mana bu suv idishi, plus tent ulangan suv idishi, ruchnoy reskasi, meshalkasi va 4 ta qolip bilan qadrdonlar narxi 2000 dollar. Agarda sizga avtomat reskani qo'shib beradigan bo'lsa, narxi 4000 dollar. Ustanovka, dastavka olib borib, ishlab chiqarishni plus o'rgatib qo'yadi va albatta sizga masalan 500 ta gazoblok ishlab chiqargani o'zini qo'shimchalarini plus bonusga qo'shib beriladi ekan. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Zarkentdan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarsizlar. Ha, aytgancha oddiygina mana shu gazoblok ishlab chiqarsalar qadrdonlar, bir donasidan sof daromadi 5000 so'm ekan.